Qora aka, bizga chillaxona haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Xo'p, chillaxona haqida ma'lumot bersak, chillaxona so'zi kelib chiqish sababiki chil 40 so'zdan olingan. Ya'ni insonlar kelib bir parhez ma'noda 40 kun chilla saqlasa, rivoyatlarda keladiki, bir inson 40 kun chilla saqlasa deydi, tushlarini aniq ko'radi deydi. 70 kun chilla saqlasa deydi, undan daraja ulug'roq bo'ladi. Ya'ni 100 kun chilla saqlab deydi, parhezda tursa deydi, hattoki deydi, kunduz kuni osmondagi yulduzni ko'radigan rivoyatlar bor deydi. Ana shunday kelib chiqib, chilla saqlashdan maqsad nima desa, mana xoli xayolli paytda yuramiz, inson dunyo bilan ovora bo'lib qoladi. Masalan, ziyorat kelishdan maqsad nima desa, ziyorat kelishdan maqsad 3 ta maqsad bor. Birinchisi, qabr ahlini ko'rib ibrat olish. Ya'ni har bir inson xudo xolasa sherga keladi. Oxirat uyi sher. Ana shu oxirat uyini ko'rib, tafakkur qilib, oxiratga o'zini tayyorgarlik ko'rish maqsadida. Ikkinchisi, arvoh rozi, xudo rozi deydi. Ya'niki har bir inson o'tganlari bor. O'tganlar, masalan, inson xoli xayolli paytda dunyodagi noz ne'matlardan oziqlanib, tanovul qilib, quvvat olsa, o'tgan arvohlar insonlar tomonidan qilingan ehson, xayr sadaqa tufayli, Qur'on oyatlari tufayli oziqa oladi. Ana shuning uchun o'sha o'tganlarga Qur'on o'qib, ularning ruhini shod qilishimiz kerak. Ana ikkinchi maqsad shu. Uchinchisi, har bir insonning orzusi, maqsadi bor, duolari bor. Ba'zi insonlarning ba'zi holatlarda, ya'niki gunohlari sabab, ma'siyatlar sabab duolar ijobat bo'lmay turadi. Ana shu holatda shu duoim ijobat bo'lsin degan maqsadda ziyoratga kelib, o'tgan arvohlardan ibrat olib, Allohga sidq dildan, taqvo bilan duo qilib, shu avliyolarning hurmatidan deb vasila qilib so'rash. Ana shunda shu duolar ijobat bo'lishiga sababchi bo'ladi avliyolar. Ya'ni avliyolar xudo emas, xudodan judo emas degan xalqimizning bir manfaatli gapi bor. Ya'ni shu duo qilganda Parvardigor shu yerda o'tgan avliyolarning hurmatidan, diniga xizmat qilgan ulug' avliyolarning hurmatidan falon narsani bergin deb duo qilsa ijobat bo'ladi. Mana endi chillaxonaga keladigan bo'lsak, chillaxona misoliki qabr. Har bir inson boradigan joyini, qabrini ko'ravermaydi. Mana ko'p insonlar qabr qoziydi. Xalqimizda shunday bir gap borki, har bir erkak kishi deydi, 7 marta qabr qozasin deydi. Bunga nima deganiki, o'sha erkak kishi deydi, oila boshlig'i deydi. Oila boshlig'i deydi, oilani farovonligini, oilani tinch totuvligini barqaror olib borishga sababchi shaxs. Ana inson oxiratga ham, dunyoviy hayotga ham tayyor bo'lish kerak. Endi qabr qozishdan maqsad nima desa, oxirat uyini tafakkur ko'rish. Ya'niki insonlarga bu chillaxonaki oxirat uyini xoli xayolli paytda ko'rish deb ma'nosini bildiradi. Masalan, ichkariga kirganda, mana birinchi xonaga kirganda xuddi misoli qabrga o'xshab ayvonlar qoziladi. Xuddi bu ham birinchisi ayvoni. Ikkinchisi lahat qoziladi, mayit turadigan joy. Endi ikkinchisi xuddiki lahat qabr misoli qilinganki, aynan inson yotadigan joy, mayit yotadigan joy. Endi shu qabrga misoli o'xshatib qilinganki, inson kirib bu yerga, ya'niki xoli xayolli paytimda uyim bunday bo'ladi. Oxirat uyim mana bunday bo'lar ekan deb qabr hayotini ko'rish. Inson ishiga kirgandan keyin bir oz muddat o'tirsa, tafakkur boshlanadi uni qalbida. Ya'niki oxirat kelib mana shunday uyda yotar ekanman, mana shunday zax uyda yotar ekanman. Ya'niki bu uyda ko'rpa to'shak yo'q, ya'ni yumshoq ko'rpachalar yo'q, ya'niki sovuq tuproqda yotar ekanman deb. Ya'ni endi nima ma'no keladi desa, ya'ni bu yerga yotgandan keyin insonlarni oxiratni eslatish maqsadida qilingan. Mana ichkariga kirsak bilinadi.